Xitoydan kelgan tovarlarim raspakovkasini qilamiz. Bu ikkinchi qismi, birinchi qismini profilimdan ko'rsangiz bo'ladi. Ko'pchilik raspakovka videolaringiz ko'proq qo'ying deyishgan uchun ko'proq sizlarga endi raspakovka videolar qo'yib boraman. Xitoydan shunaqa bolam uchun tagli zakaz qilgandim. Buni ko'rsangiz kачествоsi vashi super, arzon narxda zakaz qildim. Homiladorlikdan baribir отекlar qolarkan, qancha vес tashamang, baribir ozgina отекlar bor. Shuning uchun Xitoydan shunaqa qo'lga ozdiruvchi narsa zakaz qildim. Buni ishlatib ko'rib, istoriyamda aytaman. Keyingi davarim har bitta chaqaloq bor onaga kerakli narsa, ishoninglar, bu bolangizni qornidan bo'lishiga. Har bitta chaqaloq 3 oygacha baribir qornidan bo'ladi. Shuning uchun mana shunaqa narsa zakaz qildim. Buni qorniga qo'ysangiz dam bo'lishlarini oldin olar ekan. Buni o'zim ishlatib ko'rib, keyin videoga qo'yib olman. Keyingi tavarim esa shunaqangi termometr, bolani issiqligini o'lchab turish uchun boshqachasidan olgandim, lekin undan ko'ra qulayroq ekan. Keyingi tavarim Xitoydan shunaqangi shox arttiruvchi zubni pasta zakaz qildim. Buni effektini ko'pchilik maqtagan uchun men ham zakaz qildim. Effektini sizlar bilan bo'lishaman istoriyada. Trendga aylangan mana shu ro'molda men ham arzon narxga Xitoydan zakaz qildim. Keyingi tavarim esa chaqalog'im uchun shunaqangi paypocha zakaz qilganman. Buni botichalar bilan kiysa bo'ladi. Shunaqa asal turadi. Bijdera taqinchalarim hammasini Xitoydan zakaz qilaman, sababi o'zimizdan ancha arzon. Masalan, o'zimizda 25 ml siralari siz Xitoydan 5 ming, 8 mingdan olsangiz bo'ladi. Kargosi ham unaqa qimmatga tushmaydi. Shunday yaltirab turadigan uzuklarni zakaz qilgandim. Xitoydan ayollarga kerakli bo'ladigan narsalar ham topsangiz bo'ladi. Xitoy kursimda o'qib, yaqinlaringizga olib keltirib sotsangiz ham bo'ladi. Oldingi raspakovka videoyimda ham ochkilarni raspakovka qilgandim. Unda 3 tasini qilgandim, bu 4-inchisi. Ochkilar ko'proq zakaz qilgan sababi o'zimizga nisbatan ancha arzon Xitoyda va kачествосini ham videoda ko'rsangiz bo'ladi. Sifati ham juda zo'r keladi. Keyingi tavarim ham shunaqa yaltiragan uzuk zakaz qilganman. Uzuk va bijderalar shunaqa yaxshi ko'raman. Shuning uchun ko'proq zakaz qilaman Xitoydan. Keyingi tavarim emizikli onalar uchun juda ham kerakli narsa. Buni o'zlari bilishadi. O'zimizda juda ham qimmat ekan, shuning uchun Xitoydan zakaz qildim. Agar siz ham Xitoydan zakaz qilishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, kurs so'zini yozib qoldiring.